Assalamu alaykum Uyg'ur radiosining aziz anglag'uvchilari. Kitob o'qish sahifamizda Islom va ayol huzuringizlarda. Abdori Bayraktar Bayrakli, Tadbiryay nashriyati, ovozda Xadija Uyg'ur. 5-qism. 2-paragraf. Ayollar va ularning haq-huquqlari. 1. Qur'on ayollarni o'zlariga loyiq o'ringa qo'yadi. Qur'on ayol zotiga qiz, oilaning xonimi va ana sifatida muomala qiladigan bo'lib, ularning yo'qitib qo'ygan e'tibor-ativori, izzat-hurmati va shon-sharafini asli keltirdi. Ayollarning huquqini qo'g'daydigan Qur'on ayollarning baxtsizlikka yo'lanchik davriga xotim berib, yangi davrni boshladi. Ayollar nuqtasidan aytganda, Qur'on uzil-kesil o'zgarish hosil qilgan bo'lib, biz Qur'on maydon keltirgan bu o'zgarishni 3 bosqich bo'yicha muhokama qilishni muvofiq deb qaraymiz. 1. Qiz farzand sifati bilan ayol. Ular Allohga qiz farzandlarni nisbat berishidi. Alloh bundaq bo'xtondan pokdir. Ular o'zlari arzu qilgan o'g'il farzandlarni bo'lsa, o'zlariga nisbat berdi. Nahl surasi 57-oyat. Cahiliyat davrida arablar o'g'il farzandlarga ega chiqib, qizlarini bo'lsa Allohga nisbat berishadi. Bu ularning qizlariga qanchalik yomon ko'zda qaraydiganligini ko'rsatib berdi. Ularning birasiga ayolning qiz tuqqanli xo'sh xabar yetkazilsa, chiroyi o'zgarib g'azabnok bo'lib ketadi. Nahl surasi 58-oyat. Bugungi kunda bu jahiliyat tushunchasi yana hayotda kuchini saqlab kelgan bo'lib, qiz farzandning tug'ilganlik xabarini topshirib olgan ba'zi oilalar qayg'usini ifodalaydi. Qiz farzandi bo'lganlik xabaridan qayg'urganlar o'zlarining jahiliyat davrida yashayotganligini bilishi kerak. Ular o'zlariga berilgan xush xabarning yomonligi sababidan o'z xalqiga ko'rinmay yo'shirinib oladi. Ondan ular nomusga chidab qizni saqlab qolamdi yoki uni to'p ostiga tirik ko'mamdi? Shu haqda o'ylandi. Ularning hukmi nima degan qabi? Hamiga qodir Alloh jahiliyat davrida qiz bolaga tutilgan pozitsiyaning intayin qabih ekanligini bayon qilish bilan birga, kunimizga mo xitob qilib tuvandiklarini tahdid qilmoqda. Tirik ko'mitilgan qizdan sen qaysi gunoh bilan o'ldirilding deb so'ralganda, Takvir surasi 8-9-oyatlar. Kishilik huquq nuqtasidan tarixni eng qorong'u bidin tashkil qilgan qiz farzandlarning tirik ko'mitilishi yuqorqi ilohiy savol tarafidan so'roqqa tortildi. Qur'onga asoslanganda eng og'ir so'roqlarning biri qiz farzandlarga ravo ko'rilgan bu qabih muomala sababidan bo'ladi. Hazrati Maryamning onasi Imronning ayoli homildor bo'lganda mundaq duo qilgan: Rabbim, men qurisqimdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim seni xizmatingga atadim. Bu nazirimni qabul qilgin. Al-Imron surasi 35-oyat. Shu davrda ayollar qul cho'ra qilib ishlatilganligi sababidan Imronning ayoli qursog'idagi bolasining o'g'il bo'lishini Allohdan o'tindi. Chunki u qiz farzandning bo'lishini xohlamaydi. U Maryamni tuqqanda Allohga nido qilgan edi. Al-Imron surasi 36-oyat. Bu oyatlar bizga insoniyat tarixining ayollarga qilingan zulm va xo'rliq keltirib chiqargan ma'naviy kir bilan qoplanganligini ko'rsatib berdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bir qizni beqish uchun sarf qilingan ajrning do'zax o'tiga parda dalda bo'lganligini aytgan. Buxoriy adab 18. 3 qizni beqib cho'ng qilib uy o'choqlik qilguvchilar jannatda payg'ambarning qo'shnisi bo'ladi. Abu Davud adab 130. Islom dini qizlarni tarbiyalab cho'ng qilish uchun sarf qilingan ajrning insonning oxiratligini jannatga aylantirganligini aytib, ayollar huquqi sohasida inqilob ilib borgan edi. 2. Zavij, xotin bo'lish sifati bilan ayol. 2 odam safarga chiqqanda biri rahbar bo'ladi, yana biri uning agishidir. O'xshashlar nikoh orqali turmush safariga otlangan 2 kishining biri rahbar bo'ladigan bo'lib, tabiatining taqozosi bilan mazkur rahbar er kishi bo'ladi. Nisa surasining 34-oyatidagi qavvom ufqimi rahbar ma'nosini bildirdi. Rahbarlik og'ir mas'uliyatni ustiga olishni talab qiladi. Hukmronlar xalqning xizmatkori bo'lib, bu prinsipga asosan oilaning boshlig'i bo'lgan er kishimi shundoq bo'lishi kerak. Bu rahbarlik uningga ayollarni xo'rlash, urush, azor berish, haqoratlash huquq salohiyatini bermaydi. Er ayollarning barobar huquqi bilan barpo qilingan oilada ayol erga itoat qiladi, uning izzat hurmatini qo'g'daydi va ayrilishini keltirib chiqarmaydi.
Er bo'lsa oilaning turmushini qamdaydi, ayolini urmaydi, uning qilgan ishlarini haqoratlamaydi hamda u to'g'risida yomon gumonda bo'lmaydi. 3. Ana bo'lish sifati bilan ayol. Ayollar ana bo'lganda ular erning oldiga o'tib, hurmat jihatda eng yuqori pallaga yetadi. Qur'onda ota-onalarni hurmat qilishga va ularga yaxshilik qilishga buyurilgan bo'lib, onaning farzand uchun ko'rsatgan fidokorligi tilga olingan. Ya'ni homildor bo'lish, tug'ish, bola emitish va beqishdagi qiyinchiliklar Qur'onda alohida tilga olingan. Onalar o'zlarining qini, suti va beqib cho'ng qilishda o'ynaydigan muhim roli bilan insoniyatga hayot ato qiladi. Luqman surasi 14-15 oyatlar, Ahqof surasi 15 oyat, Tövbe surasi 9 oyatlar. Analarning qalbini utush, buning uchun ularni ranjitishning aksicha duosini elish, ularni xotirjam qilish, dard alamlariga sherik bo'lish, Allohdan rahim shafqat tilash, ularning ehtiyojini qondirish, hatto ularga ochiqlab "Hey" deb salmaslik va ularga muloyimlik, fasohat bilan so'z qilish eng cho'ng ibodat qatoridan bo'lib hisoblandi. Ularni qayg'uga silish, ranjitish, farzandlik bo'lganiga pushaymon qildirish, qaqshitish, xorlash va ularning beddua qilishiga sababchi bo'lish jamiyatimizda xalta ko'chiga so'rab, hayotimizni qorong'ulashtirdi. Ularning qilganlariga tuzkorlik qilish cho'ng zulm bo'lib, davrimiz onalarning ko'z yoshlari, dard faryotlari va nola zollariga emas, balki duosiga, tabassumiga va xotirjamligiga muhtoj. Ularning duolari ilohiy marhamatning ruhimizga singib kirishiga sabab bo'lib, jamiyatimizning go'zallik bilan zinnatlanishiga kafolatlik qiladi. Ikkinchi tema Qur'on ayolni emgak haq-huquqiga ega qiladi. İnsaniyat tarixi nazardan saqit qilgan masalalarning biri ayollarning emgaki bo'lib, insoniyatning mavjudligini davomlashtirgan va beyitadigan bu emgakka bugungacha sal qarilib kelindi. Gerçi ayollar azaldan itiz eriq, öy aram va bolalarni beqish, tarbiyalash ishlarini qilib kelgan bo'lsa-mu, ammo erlar bu emgakni tuvan ko'rib keldi. Ular ayollar bilan bo'lgan munosabatini izchil turda mush qarash atrofida shakllantirib keldi. Mushunaq ijtimoiy qarash sharoitida ayollarning emgakini gavdalantirish Qur'on soyasida andan vujudga chiqdi. Qur'on ayollarning emgakiga sal qarashqa va uningga tuzko'riq bilan muomala qilishga bo'lmaydiganligini ta'kidlab qolmay, yana bu emgak uchun haq berishning bir turlik ibodat ekanligini o'ttirib qo'ydi. Qur'onda ota-onalarni hurmatlashning vojib ibodat ekanligi o'ttirib qo'yilgan. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Anasi uni mushaqqat bilan qursoq ko'tarib, mushkullik bilan tug'di. Uning qursoq ko'tarish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oy bo'ladi. Taki u kuch-quvvatga to'lib 40 yoshga yetganda, Robbim, sening menga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishimni va sen rozi bo'lgan yaxshi ishni qilishimni menga ilhom qilgin. Men uchun mening avlodimni tuzigin. Men haqiqatan sana tavba qildim. Men haqiqatan musulmonlardanman, deydi. Ahqof surasi 15-oyat. Bu oyatni tahlil qilganimizda yakunlashga tegishli tuvandagi intayin muhim prinsiplar bor. Birinchi, ota-ona bo'lish universal qadriyat bo'lib hisoblandi. Oyatning birinchi iboralarida biz insonga ota-onasiga yaxshilik qilishni tavsiya qildik degan jumla o'rin olgan. Oyatdagi inson hukmi butkul insoniyatni ko'rsatadi. Ya'ni oyat faqat musulmonlar, xristianlar va yahudilarga emas, balki dunyodagi barliq kishilarga xitob qiladi. Şunlaşqa ata-analıq universal bo'lib, u aqidadan ustun o'rinda turdi. Bolalari musulmon bo'lgan kofir otalarmi bu oyatning xitob doirasining ichiga kirdi. Bir musulmon o'zining kofir ota-onasiga hurmatsizlik qilmaydi. Ularni xorlamaydi va ularni nazardan saqit qilmaydi. Ota-onasi kofir bo'lgan musulmonlarning ularga ega chiqib, ularning holidan xabar olishi uning uchun tanlash emas, balki Allohning buyrug'idan iborat. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik, chunki onasi uni qursqida usti-ustiga ojizlik bilan ko'tardi. 2 yilda uni sutdan ayirdi. Ey inson, menga va ota-onang shukr qilgin. Axir qaytadigan joy mening dargohimdir. Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmag'in. Ularga dunyoda yaxshi muomalada bo'lg'in. Luqman surasi 14-15 oyatlar.
Luqman surəsinin 15-ci ayətində, əgər ata-ana pərixlik aqidəsi səbəbindən zorluq qılıb, balasını Allahqa şerik keltirishga məcburlasa, ularning etqanlarini ado qilishga bo'lmaydiganligi, shundaqdimi ularga yanada yaxshi muomala qilish kerakligini ko'rib yetamiz. Ata-onaning mushrik bo'lishi ularni ata-onalik huquqidan mahrum qoldira olmaydi. Ikkinchi, ata-onalarning qaysi ajri hurmatni taqozo qiladi? Bu savolning javobini Ahqof surəsinin 15-ci ayəti və Luqman surəsinin 14-ci ayəti berdi. Hər iki ayətdə ananın əcri gəvdələndirilən olub, dadığı bolğan hörmətmi ananın əcridən gəlgən. Ata bu müqəddəs əcrini sındırdığan ananın eri bolğaşqa, balalar görsülgən qəmxorluq, hörmət və kütüşkə layiq deyə qaralıdı. Şunlaşqımı hər iki ayətdə tug'ish və emitish məsələləri əskartilgan bo'lib, ularni onaga ilib kelgan mushaqqati tilga elinib, onaning ajri ulug'langan. Analar qip-qizil qini va hayoti bilan insoniyatga zo'r ajr singdirdi. Bu ajrdan ustun turgan faqat bir ajr bor bo'lib, u bo'lsa Allohning yo'qdan bor qilishi. Alloh yaratdi va rizq berdi. Ana tug'di va boqdi. Bu sebepten Luqman suresi 14. ayette Allah'a şükür qilishdan keyin ata-onalarga minnatdorlik bildirish buyruqi o'rin olgan. Bir onaning bolasini qursqida ko'tirishi, tug'ishi va emitishi, ondan uni beqib cho'ng qilishi, Allohning yaratishi va rizq berishidan keyinla turadigan qimmatga ega. Mana bu emgakning qimmati aqidadan ustun turdi. Ularning imonligi, imonsizi, dindor, dinsizi bo'lmaydi. Ata-onalar qanday aqida yoki dinda bo'lishidan qat'iy nazar, ular baribir ata-ona bo'lib, bu reallikqa ko'z yumish asli mumkin emas. Ankabut surasining 7-oyatida bu haqiqatni o'tirib qo'ydi. Musulmon ata-onami kofir bolasidan kelgan g'amxo'rlik va hurmatdan mahrum qoldirilmaydi. Endi so'rab boqayli. Bola tug'ib biqib cho'ng qilishdan ustun turgan kasb va emgak bormi? İnsan isimlik bovaqqa hayatlık ata qilish va uni biqib yetishtirishdimi ulug' kasb bormi? Bo'libmi xizmat hayotiga qadam besib, bir tarafdan bolani beqiyotgan onalar tasvirligisiz tirishchanlik ko'rsatib qimmat yaratadi. Shunga dunyo ayolning issiqini, suti va qo'llari bilan shakllanadi, o'sib yetiladi va oziqlanadi. Bu sababdan bu tirishchanlikni ko'rib yetish, uningdan foydalanish, uning ko'ngil bilish va zarur bo'lgan yaxshilikni qilish ibodat hisoblanadi. Hammaga qodir Alloh ata-onalarga qilingan g'amxo'rlikni ibodat sifatida qabul qiladi. Yo'qsillar qilingan saxovat, berilgan zakot ibodat bo'lganidek, ata-onalarning holidan xabar olishmi ibodat qatorida hisoblanadi. Ata-onasining roziligiga erishalmagan kishining Allohning roziligini qo'lga keltirib, jannatga kirishi mumkin emas. Aziz radio anglag'uvchi do'stlar, zukam sababidan ovozim egizpas va surat biroz ost bo'lib qoldi. To'g'ri tushunib anglag'iningizlar uchun rahmat. Bugungi o'qishimiz mushargich bo'ldi. Kelar qatimliq o'qishimizni ko'rishayli. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Qalbim